Masajimizni, olovli masajni o'tamiz. Hozir bu rosa trendga chiqqan, foydasi ham yaxshi bo'lgan masajimizni. Bu asosan tuzlarning erishiga, ortiqcha vazn hozir ko'pchilikni qiynayapti. Ortiqcha vaznlarning ketishiga, qon aylanishiga, bosh og'ruvlariga rosa ham yaxshi foyda beradigan masajimiz. Xudo xolasa hammangizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Почти antiperspirantida qildik-da. Agar mabodo shunaqa idishinglar bo'lmaganda qo'lga quyib turib, mundoq qilib yuborasizlar, yoqasizlar. Bo'ldi. Shu. Faqat sochuv qalin bo'lishi kerak. Keyin mana bitta sochlari umuman ko'rinishi kerak emas. Hamma yopiq bo'lishi kerak. Keyin mana bitgacha spirt qilinadi, mana shungacha. Lekin mana yaqinda bitta qilgan odamim bir marta oldilar, o'sha ertasidan boshlab masaj olurdilar 10 kun. Lekin mamplarimda yog'li erigani, keyin qonim yaxshi aylanayotgani bilindi dedilar. Bular hozir uncha chidolmadilar, isib ketdim dedilar. Ular chidab yotib berdi. Bilasizmi, anaqalar yelkalarimizda shamollaydi, shamol tegib qoladi, tortib qoladi. Ana o'sha paytda ham yaxshilab qizdirib turib badanni. Keyin mana shu spirtli olovli masaj qilib yuborganingizda zo'r foyda beradi.